Nafs illatlari. Ko'z yoshlari bilan yengillik topish. Ba'zida ayrim odamlar biroz tinchlanishi yoki yengillik topishi uchun ko'z yosh to'kish lozim deb biladi. Aslida bu ham nafs kasalliklaridan biridir. Muolaja uslubi. Ushbu kasallik uchun eng samarali davo biroz yig'lab, keyin butun umr qayg'u bilan yashagandan ko'ra imkon qadar tezroq qayg'udan xalos bo'lish kerak. Kim qayg'u sababli yig'lasa, uning faqatgina ko'z yoshlari taskin topadi xolos. G'am-g'ussaga to'lgan qalb to'kilgan ko'z yoshlar insonning g'am-g'ussasini yanada oshiradi. Abu Zar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Men sizlar ko'rmagan narsani ko'raman. Osmon g'ijirladi va u g'ijirlashlikka haqlidir. Osmonda 4 barmoq sig'adigan biror joy yo'q. Faqat farishta Allohga sajda qilgan holda peshonasini u joyga qo'yur. Allohga qasamki, agar sizlar men bilgan narsani his qilganlaringizda, oz kulib ko'p yig'lab, hattoki to'shaklaringizda xotinlaringiz bilan lazzatlanmasdan Alloh taolodan panoh so'rab, adirlarga chiqib ketgan bo'lardingiz", dedilar. Imom Termiziy rivoyati.